Do'stlar, arzon joyidan chiqaring deydiganlar uchun akalar, o'sha arzon chekamiz, yo'l chekamiz oldiga yana keldi akalar. O'zlarini ko'rsatib qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Alhamjon zo'rmisiz? Aka, yaxshimi, charchamasmi? Rahmat xudo Ha, shukr. bu obunachilar vaqti aka tez-tez ko'rinib qoldingiz. Ha, endi iloji yo'q qo'ldan kelgancha. Ey, yashang, baraka toping. Necha bosh olib keldingiz aka, xudo olsa bu safar? 25 ta. 25 bosh akalarimiz xudo olsa qo'ylarimiz yetib kelgan akalar, bitta ko'rib bahosini berib qo'yamiz akalar. Orasida mana sog'liqlari ham bor akalar. Ikkita uchta to'qlali tish yormagan, lekin baquvvat eti zo'r bo'lgan qo'ylarimiz ham bor. Shularni ostlarga narx-navo ma'lumotlari bilan aytib tanishtirib o'tamiz. Xo'p akalar, ko'raveramiz. Manzilimiz har doimgidek Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'i. Yo'lchaka 25 bosh olib kelgan bo'lsangiz, bular nechtasi, nechta qanaqa yoshda bular? Qarang, 4 tasi to'qli. Endi tusoqqa yoryapti. Mana shu qora, tim qoralari. Tim qora 4 ta to'qli bor. Lekin rangi zo'r ekan, ha? Qolgani tusoq chori qo'y. Eti ham qarang, zo'r, bitta qo'yga dam beradigan qo'y. Ha. Akalar mana ko'rib olamiz. Qo'ylarni bitta ko'rib bahosini berib qo'yamiz akalar mana. Bittalar ko'rib olamiz. Sog'liq akalar. 6 tish yo'qmi? 6 tishi yo'q. 4 tish, 2 tish. 2 tish, 4 tish, bir 4 ta to'g'lisi bor dedim. Ha. Mana. Ikkita balalisi bor. Hop. Ikkita ona bolasi bor. Hop. Bittasini onasi mana bu. Aha. Bittasini onasi o'rtada katta qo'y. Ha. Akalar mana. Ko'rib olamiz. Ikkita balalisi ham bor. Bu balalilar qanaqa? To'g'limi bular? Balali tusoq. Tusoq ekan akalar. Sal gavdasi kichkina ekan, lekin ona bola ekan akalar. Ko'rib olamiz. Yeb-ichlardan muammo yo'qmi aka? Yeb-ichga bir haftagacha garantiya beramiz. Yeb-ichlardan muammo yo'q akalar, xudo olsa yeb-ichi bir hafta garantiyasi bor akalar. Ana ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Bo'ybaslarni necha hisoblaymiz aka? 75 ga olishursin. 75 ga hisoblab olaveramiz akalar. 80 ham bor, 80 dan o'tadiganlar bor. O'r kami 75 akalar, bosib olaverasizlar. Yeb-ichlardan xudo olsa muammo yo'q deysiz. Endi aka bunday edi, mana sog'liqlar xudo olsa mayli endi bo'g'oz deb aytsak bo'ladi ularni. Mana to'qlilar qanaqa aka? Qarang, eshiting. Nima desam bo'ladi? Qochib ketgan, to'qlilari kechki bo'lishi mumkin, lekin sog'liqlari bir hafta 10 kun, bir oy ichida tug'adigan qo'y. Ha. Etanda boya balataydagan unaqa narsalar bo'lmaydi. Yo'q, unday narsa bo'lsa. Chunki aka aytmoqchi bo'lganim, o'zimizga men qilmoqman. ikkita uchta akalarimiz bozordan olaman deyapti. Bozorda aldanib qolyapti-da. Shuning uchun bizga telefon qilyapti-da. Aka bir ishonchli odamlardan uydan ko'rsating Shu deyapti. uydikini ko'rsin man. Akalar, Ko'rib bemalol ichini ochib ko'rsatib olishursin. ko'rib ana akamizni o'zlari lavz beryaptilar. Xudo olsa bemalol ko'rib akalar, tug'asa bitta qo'zbatar qilamiz yo'qmi? O'sha qardanga. Ha. Qadrga qilsak qilamiz, biz ham olganmiz, dehqon bo'g'oz deb aytgan. Ha. Ey yashang, baraka toping. Ha. Ko'ra olaveramiz. Endi akamizdan kundandir olgan dehqon bo'g'oz deb aytgan, o'shanga ishonib aytyaptilar. Akalar o'zlaringizdan kelaverasizlar, xudo olsa. Qo'ylar yomon qo'ymas, nomard qo'ymas. Lubay qo'y qiluvchi olsa bo'ladi. Ha, mana onasi yeyapti dedi. Onasi. Ha, akalar. Ko'rol. Narx-navosini nechta qo'ymoqsiz yo'lchaga? Narx-navosi alhamdulillah hamishagidek biz arzon qo'yamiz. Xo'p. Yengil kelgan yengil ketsin. Hop. Biz bilan ko'p savdo qilmaysiz, bilasiz. Chiqargan qo'yingiz bir kunga qolmaydi inshaalloh. Bundan keyin ham shunday bo'lsin. Qarang, buni 5 demaymiz, 5,5 demaymiz. Xolos bitta narsa aytaman. Xariddan bo'lsa, hammasini bir joyga olsa, 25 tani beraman. Faqat dastavkasini qilib bera olmayman xariddan. To'g'ri, menga ham yengil kelgan yengil sotay, bir kunga qolmay tugasin. Yana o'rniga yangi qo'yib yangi bor. Qarisi yo'q aka. Qarisiga javob. Bitta agar ichidan muammo bo'lsa, unisiga men javob beraman. Endi mana to'qli ham xudo olsa bo'g'oz qochib ketgan. Endi qo'chqar qo'yilgan, endi qochgan qochmagani endi gumon. Men endi misol qo'chqar qo'yilgan egasi garantiya bo'g'oz deb turib sotgan, shu uchun olganman. Mana ular tug'maganmi, tuqqanmi mana ular? Yo'q, ikkinchi qorin qo'y-ku. To'q bo'g'oz, yilni to'ldirgan, qarang. Ha, shuni aytayman. Ha, yilni to'ldirgan. Endi shu 4 tasini olmadim, lekin xudo olsa qolgan sog'liqlar bo'g'oz, ha? Ha, shunday. Sog'liqlar bo'g'oz. 4 ta to'qlini ham qo'chqardan chiqib ketgan degan, endi balkim endi inshaalloh nima bo'lsa tuxsin. Ha. Akalar, yo'lchakamiz o'g'illarni qoldirib qo'yaman. Akamiz bilan o'zi ko'pchilik aytadi, savdo qilmaysiz deyapti. Akamiz o'zi bitta narx aytadilar, arzon aytadilar. Unda qimmat aytib o'tirmaydi. Ya, bunday qo'yga 5 million baho qo'yyapti. Endi to'g'ri aka, mana ona bola masalan 5,5-6 ga ham sotilyapti aka. Ona bola 8 millionga beradi. Yosh qo'y. Shu yoshda 8 million, 7,5, 7 ana shunday sotilyapti akalar. Endi to'g'ri kimdir aytishmoqchi bor, to'qlilar borki aka, to'qli arzon ko'p deyish mumkin. Lekin bu yerda akalar To'qli ham sog'liqda-da. to'qli ham sog'liqda,
soni 4 ta bo'lsa akalar, sog'liqli bit anchagina bor. Bemalol bir-birini yopib, narxlari o'ta arzon deb aytib bo'ladi akalar, xudo xolasa. Xo'p, narx-navosiga keladigan bo'lsak, 4 million 700 ming so'mdan akamiz bilan kelishib qo'ydik. Dastavkasi alohida ekan. Tanlab olishga narxlari o'zgaradi. Optimal desanglar, shu narxda akalar olib ketaversanglar bo'ladi. Bemalol pastdan nomerga chiqib savdosini bitirib olasiz akalar.